Samoviy ishq seriali go'zal muhabbat tarixidan hikoya qiladi. Bu serial ham sevgi qissalarini sevadigan tomoshabinlarga ma'qul kelgani aniq edi. Samoviy ishq Koreyada ham o'z vaqtida rosa ommalashgan. 2003-yilda Janubiy Koreyada yaratilgan aksar teleseriallar muvaffaqiyat qozonib, ijodkorlarga omad keltirgan. Samoviy ishq, Suv parilari, Sariq dastro'mol, Yaltiroq tosh televideniyaning 2003-yildagi eng omadli teleseriallari bo'ldi. 2003-2004-yillarda SBS telekanalida ishlangan Samoviy ishq serialida bizga tanish yulduzlar suratga tushgan. Qish san'atasi, Haqiqat seriallarida suratga tushgan aktrisa Chhve Ji-woo, Sevishganlardagi Kim Tae-hiylarni tomoshabinlar yaxshi tanishadi. Ikkala aktrisa ham teleseriallarning eng mahoratli yulduzlari sanaladi. Serialning shu qadar muvaffaqiyat qozonishini suratga tushgan yulduzlarga bog'lashlari ham mumkin albatta. Chunki muxlislar Chhve Ji-wooning ham, Kwon Sangni ham yaxshi ko'rishadi. Ammo serial omadini faqatgina aktyorlarga bog'lash to'g'ri emas. Samoviy ishq voqealarida qish san'atasi, kuz ertagi bilan o'xshash jihatlar seziladi. Ba'zi joylari esa ajoyib kunlar novellasiga uyg'undek tuyuladi. Gap shundaki, bu seriallarning hammasini bir ijodkor Lee Jang-soo yaratgan. Boshqa melodramalardagi kabi bu serial ham ikki do'st Cha Song-ju, Kwon Sang va Han Jun-soo, Choi Ji-woolarning bolalikdagi munosabatlari bilan boshlanadi. Ammo Jun-sooning otasi ikkinchi marta uylanadi. Ikki bolasini yetaklab kelgan o'gay ona qizga ozor berib, Tae va Jun-sooning olijanobligini ko'rib bilib borib, unga oshiq bo'lib qoladi. Lekin Jun-soo va Song-ju bir-biridan ajralmaydi. Munosabatlari mustahkam. Yuri ham Song-juni yoqtirib qoladi. Bu serialda siz ancha murakkab sevgi uchburchagi, yo'g'i to'rtburchagiga guvoh bo'lishingiz mumkin. Bolalar ulg'ayishadi. Avtomobil halokati natijasida Jun-soo xotirasini yo'qotadi va Taehaga yaqinlasha boshlaydi. Bu holat Song-juni iztirobga soladi. U Jun-sooni unuta olmaydi. Yurining uning e'tiborini tortishga urinishlari besamar ketadi. Sevishganlar nihoyat topishganda boshqa bir baxtsiz hodisa ro'y beradi. Xuddi kuz ertagidagi kabi bu serialda ham birga ulg'aygan bolalar bir-birlarini sevib qolishadi. Kwon Song roliga shunchalik berilib ketdiki, suratga tushayotgan sahnalardan birida ko'z yoshini to'xtata olmay qoldi. Suratga olish guruhi a'zolari ham uni yupata olishmadi. Aktyor ilgari u qadar katta rollarni o'ynamagan edi. Shu bois tomoshabinlar uni shu samoviy ishqdagi Song-ju obrazi bilan tanib qolishdi. Chhve Ji-woo o'z qahramonining hissiyotlarini chiroyli ochib bera oldi. Ammo u qish san'atasi, Haqiqat, Ajoyib kunlar serialida ham Jun-soo kabi hayotda ezilgan, ko'p azob tortgan qahramonlarni yaratgan. Bunday obrazlar muxlislarni biroz charchatishi mumkin. Auditoriya uning ijrosini ko'rib achinadi. Lekin Shin Hyun-jun bu serialda butkul boshqa qiyofada namoyon bo'ladi. Ijodidagi 5 yillik tanaffusdan so'ng u samoviy ishqda o'zgacha ko'rindi. Uslubida, ijrosida o'zgarishlar yaqqol sezildi. Sevishganlarda advokat qiz obrazini yaratgan Kim Tae-hi Yuri obrazida salbiy qahramonni yaratdi. Tomoshabinlar uni yomon qiz qiyofasida qabul qilishni istashmadi. Kim qahramonining ichki hissiyotlarini, ruhiy iztiroblarini to'la ochib bera olmagandek tuyuladi. Taehaning bolaligini o'ynagan aktyor Lee Won bugungi kunda Koreya televideniyasining umidli yulduzlaridan biri bo'lib, real hayotda Kim Tae-hining ukasidir. Samoviy ishq tipik koreys melodramasi. Bundagi voqealar avvalgi seriallarda ham ishlatilgani sababli serial g'ashga tegishi ham mumkindir balki. Ammo telenovella voqealari muxlislarni befarq qoldirmaydi. Tuyg'ularning nosik ifodasi tomoshabinni o'ziga jalb qiladi. Samoviy ishq seriali 20 qismdan iborat. Serial ssenariysini Park Hyok-kyung yozgan, Lee Jang-soo tomonidan yaratilgan. Agar sizga roliklarimiz manzur bo'layotgan bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'ying. Sizni oldinda yana qiziq roliklar kutmoqda.